Bo'ldi, hech qancha umri qolmagan. Pastga o'ladi deganda hammasi. Belni davolatdim, bir bo'lmadi. Keyin unisi bo'yin qimirlamay qoldi. Faqat muoyaq bilan bu chap qo'ldan boshlandi. Oxiri chap qo'l ishlamay qoldi. May oyidan shu ro'zam 3-kunidan taqa-taq yotib qoldim-da. Hech qayerda ishlamay qoldi. Bir kishi ko'tarib yordam bermasa yurolmayotgan. Sekin tildan qoldim. O'sha jigardan biopsiya topshirgandan keyin tildan qoldim-da. Hozir 12 ta больницаga borgan bo'lsam, hali tabiblarga ham borganman-da to'g'risi. Nima yesa, qancha yeyilsa beraveringlar. O'sha dadam chaqiradi, nimalar chaqiradi, amakimlar. Bo'ldi, hech qancha umri qolmagan. Pastga o'ladi deganda hammasi. Lekin kelganimizda ham to'g'risi umuman hech nimaga ishonch yo'q holatda kelganmiz. Kim bo'lsa hozir ketadigan odam bilan muomala qilganda nima qiladi? Haqiqatda hamma hayron qolganda. O'sha paytda yurib bordim keyin. Men bu yoqda 2 kishi ko'tarib olib chiqqan birinchi kelishimga, mashinaga solib kelishga. O'zim yurib borganman. Shekka keldim ham, shu tuzaldim. Shuni telefon qilsam, dod tashlayapti-da dadamlar. Bo'larkan, to'sa bo'larkan edi.